temir latok. Temir latok nega betondan yaxshi? Qaysi vaziyatlarga? Buni hozir tushuntirib beramiz. Videoni oxirigacha qarab ko'rib tursangiz, Xudo xolasa tushuntirib beramiz. Qaysi vaziyatlarga, qanaqa holatlarga yaxshiligini. Bu latogimiz qaysi holatlarga yaxshi? Latogimiz mana bunaqa zakanni bo'ylariga va bo'sh turpoq joylarga juda bir idealniy o'rnashadi. Kattaga beton latok qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsalang, bunaqa joyda katta texnika kela olmaydi, lekin cho'kish ehtimollari yo'q emas. Bu unaqa og'ir bo'lmaydi. Ayniqsa stoykalar bilan chiqadi. Stoykalar bilan cho'tki qo'yib qo'yiladi. Mana shunaqa oqaveradi. Lekin bu turbadan yaxshi tomoni, turba qo'ysa ham bo'ladi deganlar uchun turbadan yaxshi tomoni xohlagan razmerlarda suv tashaysizlar. Xohlagan razmerlarda suv tashaysizlar. To'lgungacha bemalol kichkina katta qilib ketaverasizlar, bemalol tashashlari mumkin. Ko'llaring yani, bemalol. Xohlagan joylardan olib turib tashayverasizlar ko'rgan. Shuni hisobiga bu latok yaxshi. Lekin bizning samodelning asoslarimiz ham bor va gulubinka bor. Qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana ham batafsilroq tushuntirib beramiz, xudo xolasa.